Singapur tajribasi asosida Marshall Cavendish tashkiloti bilan hamkorlikda quvnoq matematika o'quv qo'llanmasi, ya'ni pedagoglarimiz uchun hamda katta va tayyorlov guruhlari uchun o'quv mashq daftarlari ishlab chiqilib, bizga foydalanish uchun berildi. Ushbu o'quv qo'llanmadan samarali foydalanib, bolajonlarimiz uchun mashq daftarlari bilan qanday ishlash mumkinligini bolajonlarga sekin-astalik bilan o'rgatib boramiz. Aziz bolajonlar, bugun sizlarga quvnoq matematika mashq daftari bilan tanishtiraman. Bolajonlar, sizlarga mashq daftarimiz yoqyaptimi? Bolajonlar, 8 soni qaysi ikkita sondan tuzilgan? Torga tor. 5 ga 3, 6 ga 2. 8 sonida nechta kapalak joylashgan ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta. Barakalla. 8 sonini yozib bering-chi. Aziz bolajonlar, matematika faoliyatida sizlar bilan yana ham yorqinroq o'rganishimiz uchun sizlarga quvnoq matematika mashq daftarini taqdim etishibdi. Bolajonlar, matematika faoliyatida nimalarni o'rganamiz? Yana? Barakalla. Yana? Barakalla. Barakalla. Barakalla aziz bolajonlar, mana shu bizani matematika faoliyatimizda geometrik shakllarni, son sanoqlarni, fazoviy tushunchalarni hamda mantiqiy o'yinlarni o'rganamiz.